YouTube'da kanalingizni rivojlantiradigan narsa bu videolar. Agar videolaringiz ko'p prosmotr olmasa, kanalingiz juda ham sekin rivojlanadi. Videolaringiz ko'p prosmotr olmasligining sababi YouTube'dagi gigant kanallar. Ularning yuklagan videolari bir kun ichida yoki bir necha soatlar ichida minglab prosmotr yig'adi. 2 kunda sizni videoingizni zo'rg'a 100 kishi ko'rsa, boshqalarnikini 100 minglab odamlar tomosha qiladi. Shu tufayli YouTube sizni videoingizni emas, ko'proq prosmotr olayotgan videolarni boshqalarga tavsiya qiladi. Siz uchun yaxshi yangilik, muvaffaqiyatli video tayyorlash uchun qimmatbaho asboblar shart emas. Har qanday kanal o'zining ilk videosini YouTube'ga yuklaganida uni deyarli hech kim ko'rmaydi va obunachilarning soni ham 0 ga teng bo'ladi. Siz biladigan barcha katta kanallar minglab obunachilarni qo'lga kiritish uchun sifatli kontent tayyorlashga harakat qilishgan. Sifatli kontent esa videoingizga reja yozishdan boshlanadi. Ko'pchilik bu qismni tashlab ketadi, lekin kameraga qo'lingizni tekkizishdan avval yoki montaj dasturini ochishingizdan oldin videoingiz uchun reja yozib oling. Videoni rejalash 2 qismdan iborat. Birinchisi odamlarga qiziq bo'la oladigan g'oya topish, ikkinchisi mana shu g'oya ustida ssenariy yozish. Bu ikkita bosqichni bosib o'tdingiz, videoni zo'rlab montaj qildingiz, hammasi zo'r, lekin videoingizni hech kim ko'rishni xohlamaydi. Chunki videoni YouTube yuklaganingizdan so'ng uning nomini va prevyusini shoshilib yasagansiz. Uning ustida ko'p bosh qotirmagansiz. Videoingizning nomi qandaydir matn emas, preview esa qandaydir JPEG rasm emas. Nom va preview videoingizga juda katta ta'sir ko'rsata oladi. Misol uchun, mana shu ikkita video oldingizdan chiqqanida qaysi birini ko'rgan bo'lardingiz? Fon qop-qora va hech kim tanimaydigan boylar rasmi bor videonimi yoki qulog'iga lag'mon ilinayotgan inson bor videonimi? Birinchi video prevyusi bu o'yinda yutqizadi. Chunki fon qop-qora va prevyuga qo'yilgan insonlarni biz tanimaymiz. Va mana bu yerda turgan James Jane ismini ham hech qayerda eshitmaganmiz. Prevyuni ko'ramiz va bu videoni bizga aloqasi yo'qligini tushunamiz. Ikkinchi prevyuga keladigan bo'lsak, bu yerda bir nechta trenddagi so'zlar bor va quloqqa ilinayotgan lag'mon. Bu albatta qiziq ko'rinadi. Hozirgi kunda SMM kursga boradigan insonlar juda ham ko'p. Shu sababli prevyudagi SMM kurs so'zini o'qishi bilanoq meni ham qulog'imga lag'mon ilishmayaptimikin so'roq ostida videoni tomosha qilishadi. Oddiy 10 ta video chiqargandan bitta bomba video chiqargan yaxshi. Shunday ekan, bir video ustida bir necha haftalar sarflashdan qo'rqmang. Ikkinchi bosqich tomoshabinlarni ushlab qolish. Bu 2 ish orqali amalga oshiriladi. Birinchisi, video boshidagi har 2 sekundda yangi kadrni boshlash. Ikkinchisi, videoning boshidagi 30 sekundda ular to'g'ri joyda ekanliklarini ko'rsatish. Hozir sizlarga mana shu ikkita ishni qanday qilish bo'yicha Texnopalovdan master klass. Ikkalasi ham qizib ketmaydi, ikkalasi ham tez quvvatlanish tizimiga ega, ikkalasida ham o'zini narxiga arziydigan kamerasi bor, ikkalasi ham $300 dan arzonroq. Lekin qaysi birini sotib olganingiz ma'qulroq. Videoni boshidagi 14 sekundda 9 ta kadr ko'rsatildi va bu odamni zeriktirib qo'ymaydi. Video kanalimizga obuna bo'ling yoki videoga like bosing degan so'zlar bilan boshlanmadi. Shunchaki ikkita telefon bellashuvidan boshlandi. Sadulla aka, mabodo videoni ko'rayotgan